Yaptık. Çukuru qaraymiz. Hop. Çukuru olishga. Ana aziz obunachilar. Dunyoning 7 mo'jizalaridan biri tangi. Nimasiga yetib keldik. Anakay o'zimda akalarim bilan birgalikda juda balandga chiqdik. Yo'q, o joniz. Gap yo'q. Qatqilik oshga zo'r ketadi-da u. Mana aka. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana toqqa chiqib keldik. Eng baland nuqtasi. Chukurini qaysi bir chukuri bo'lsa, bu yerda yo'q, ha? Juda ajoyib manzara. Ta'riflash til ojiz. Hammaga kelishni maslahat beraman. Bir marta kelib, o'zimda akalarim bilan keldim mana. Законно. Дашни, привет. Всем привет, мужики. Aha. Rustam aka, her yerda Sadriddin akam o'tiribdi. O'sha ham qidiryapti. Hozir aka mana shu tarafdan bo'lish kerakmi deyman? Ya, bismillah. Mana aka. Aziz obunachilar, o'ziga yarasha gashti bor. Bu chukur emas. Sadiq aka, bu qanday o't? Bu yo'q chukur. Uni yeb bo'lmaydi. Azizlar. Olmayman. Aka. Hop. Mana buni e'tibor bering. Bu juda chiroyli. Shunaqa bir ajoyib havo bor. Ta'riflashga til ojiz. Bor ekanmi yana? Qayerdan topyapsiz? Hop. Pasimiz juda ham pastlik. Hop. Havaylab tushamiz. Mana Lola qizg'aldoq. Qani? Lola qizg'aldoq chiqib qopti. Hoppa. Boraylik qani? Lola qizg'aldoqqa. Hop. Ana manzarani chiroyiga endi mahliyo bo'lib qolamiz. Aha. Mana aka. Oh, o'zi ham bitta bo'lib turibdi. Mana. Lola qizg'aldoqning yoniga keldik. Bu yoqda ham bitta bor ekan, Sadiq aka. Tepada ham bor. Tepada ham bor. U so'yilgan ekanda. Shu tarafdan o'tamiz. Katta bark nima? Rustam ham shay. Oh, hidi zo'r chiqdi. Sadiq aka, Rustam aka. Ha. Qatqilik oshga sog'ichan shu. Heydan shu yerda bor ekan, lekin tagim sirpanchiq bo'lganligi uchun aziz obunachilar bormayapman. Ehtiyot bo'ling. Oh. Hoppa. Boryapti. Keng Sadiq aka. Mana aka. Rustam aka bu yerda qonuni topdi. Mana. Ana roba. Yana bitta topdi Rustam aka. Qani qayerda? Hayla, shu yerdan oldim. Uzmada bir video olaylik.
O'tmasa kerak u. Ya Allah. Mana. Aziz obunachilar, mana hala nuqtaga ketyapmiz. Hala nuqtaga ketyapmiz. To'g'risi juda baland joyga keldik. Mana. Qarab yuribman, chukuri chiqarmikin yo'qmi? Dalshi ketyapmiz. Hoppa. Qani? Ha, buloq bor shu tog'da. Buloq bo'lsa ichish kerak edi qayta. Bu tomonda qirg'oqchilik ekan. Bu yerga boramiz. Pastdan yaxshi ekan. Shunday. Alloh ko'chaga qarab. Hop 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 hop. Mana Allohning mo'jizasi. Tog'ning ostidan buloq suv chiqib turibdi mana. Aziz obunachilar, ko'rishlaringiz mumkin mana. Tog'ning ostidan mana Xudoning mo'jizasi, Allohning. Hamma taraf quruq, faqat yer. Faqat shu yerda suv bor mana. Qolgan joy mana tog'. Mana shu yerdan buloq suv ana o'qigan ekan. Qarang, buni sirchlab oqib turibdi. Mana. Aziz obunachilar, videolarimizga like bossalaringiz, keyingi safar bundan ham qiziqarli joylarga boramiz. Ha, bu yoqqa konsert. Bu yoqqa konsert endi. Aha. Hop. Eng baland cho'qqidamiz. Eng baland cho'qqi mana. Aziz obunachilar, tog'ning ostida turibmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ana o tepasi delni. Ha! Bu qaytyapti hozir. Ana ajoyib joydamiz. Mo'jizani ko'rdilaringiz, yana bir marta mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Ayna. Qoyil. Bu yoq Baland cho'qqidamiz, ha. Mana. Mana. Qush nima shu? Burgutmi shu? Sadiq aka tepada uchib ketyapti. Qarangda, to'g'rida. Behozir ayla. Ayla mana. Mana to'q qo'limda to'g'risini qarang ayla. Mana bu yoqqa qarab kelyapti. Ha. Qaldirg'ochmi? Men burgutmi deb qoldim. Ko'zim yaxshi gazlamayapti, ketdi. Xayri borami? Balki hayajondir deydi-ku. Mana Rustam, bu yoqqa mana ikkovimiz turaylik, rasm tushirsin mana. Okey. Bo'ldi.